Akalar videoni ko'rdinglar, qora Lacetti qizilda o'tib ketib qolganlar bu chorrahadan. Avtobus qizilda o'tganligi sababli Lacetti ham qizilda o'tib ketganlar. Bu chorraha Beruniy chorrahasi, Beruniy metrosidagi chorraha, mana qizil chiroq yonib turibdi. E'tibor beringlar. Bu yerda bo'laklar soni 4 ta. 1, 2, mana 3, bu 4. Lacetti mana mash palasadan kelganlar. Afg'oniy palasa deylik, cho'pirlantiradi. Mana qizilga uryapti mana kamera. Haydovchimni harakatlanib kelganlarda bu yoqda avtobus o'ngga burilayotgan bo'lgan, svetoforni to'sib qo'ygan. Bundan o'tgandan keyin stop liniyadan keyin bu ham bemalol harakat davom ettirib ketaverganlar. Svetofor ko'rinmagan umuman. Avtobus o'tib ketdi-ku, demak yashil ekan deb o'tib ketganlarda ro'paradagi svetoforni keyin ko'rib qo'yganlar mana. O mana margat qo'yibdi mana. Sariq yonda, mana qizil yonadi. Qarab turing, ana qizil yondi. Endi bu svetofor naryoqda turgan svetofor juda uzoq turibdi. Hurmatli haydovchi akalar, ehtiyot bo'lib yo'llarda harakatlaninglar. Bo'laklar soni 4 ta bo'ladigan bo'lsa, mana bitta dona svetofor qo'yish kerak emas, tepaga ham qo'yish kerak yoki bo'lmasa mana bu o'rtaga svetofor qo'yish kerak. Mana hozir mana bu turgan haydovchilar svetoforni ko'rishlardi, mana avtobus to'sib turibdi. Akalar yo'lda harakatlanayotganda ehtiyot bo'lib harakatlaninglar, yo'linglar bexatar bo'lsin.